Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz Redmi telefonlarda keladigan reklamalarni bekor qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz sozlamalar bo'limiga kiramiz. Bu yerda DNSni avvalo yoqib qo'yishimiz kerak. Bu yerga DNS deb yozsak ham bo'laveradi yoki bo'lmasa ichkaridan kirsak ham bo'ladi. Bu bizga qulayroq. Bu yerda shaxsiy DNS, ruscha bo'lsa частный DNS chiqadi. Shuni yoqib, shaxsiy DNS provider host nomini yozib qo'yamiz. Bu yerda dns@guard.com saqlaymiz. Va mavzularga kiramiz. Mavzularda pastda profilimiz bor. Hozir telefonimiz biroz sekin ishlayapti. Pastdagi burchakda profilga kirsak, bizga nastroykani ochib beradi. Nastroyka bo'limiga o'tsak, reklamalarni qabul qilish, ya'ni ko'rsatish, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar degan joy bor. Shuni o'chiramiz. Bu yerda biz ishimiz tugadi. Endi xavfsizlikka kiramiz. Xavfsizlik bo'limidan nastroyka qismiga va eng pastda tavsiyalarni qabul qilishni o'chirib qo'yamiz. Shu bilan Redmi telefonlarda reklamalarimiz kelishi to'xtadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kerakli videolar